رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarındaşlar, bugünkü söhbət temimiz mulayimlik, salmaqlıq haqqında. Mulayimlik, salmaqlıq əxlaqlarının ən yüksək bir tərəfi. Yəni əxlaqның xucisi deyə atsaq buludu. Peygamber aleyhissalatu vesselam mulayimlik hakkında, salmaklık hakkında mana bir hadisini sözlegen "Ma min şeyin ahabbu ilallahi minel hulm." Allah subhanahu ve ta'alaga mulayimliktin ve salmaklıktin suyumlikrak bir iş yok. Biz bugünkü söhbetimizni Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın ki muşu hadisini üzümüzge şu arqıp durup, muşu hadisini çıkışıp durup başlayımız. Arapçada mulayimlik, salmaklık bu ifadesi el-hilm degan sözülen ifadelanadi. Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki asma sıfatlaridan birisi el-halim. El-halim bir sıfatı Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bendelerine halimdir. Yani biz bayatın tercüme qilgan vaqtimizda halimning ma'nosini söhbetimiz şeklinde bunu mulayimlik, salmaqliq deb tercüme qildik. Yani Allah'ның halim sıfatı var dedik. Muşu sıfatning Allah'a asma sıfat deyilgan vaqtki biz tushunishga tegishli ma'nosini qanday tushunamiz? Allah subhanahu va taolo qanday halim? Allohning halimligi qaysi taraflarda aks etadi, ifodalanadi? Biz Allah subhanahu va taoloning halimligini qanday bilamiz? O'zimizda qanday halimlik? Odatda biz Uyg'ur tilida bor bu so'zning bir ishlatilinish shakli. Helimlikda palani bek, helim bala deydigan bir gaplarimiz var. Muşuni inşallah bugünkü dersimizde asasi mazmun qilib so'zlaymiz. Ana bu yerda gapimizning başida bir inchki haqiqatdan birisi var. Allah subhanahu va taolo bir bandini yaxshi ko'rgan vaqtida buningga go'zal axloq ato qiladi. Biz daima Allah subhanahu wa ta'ala mükemmellikki ega. Bütün mükemmel esma sıfatlarının hemmisi Allah'ta tecelli kılıdı deydigan bir gapimiz var, bir aqidimiz var. Kur'an bizge muşu asasda mükemmellikning ki ifadesi şekilde Allah subhanahu wa ta'alaga 99 ismi sıfatlarını bayan kılgan bizge. Ondan köp Allah'ın kelimesi qancha yazsak, qancha ifodalar tugamaydi, ammo bizningki to'plag'inimiz Qur'ondan, hadisdan o'rganganimiz shu. Ya'ni bizdagi barcha tepiladigan go'zal axloqlar Allah subhanahu va taolaning shu kamaliyat sifatlari bo'lib, amaliyotda biz bilan Allohning aloqasi qanchalik yaqin bo'lsa, o'tirimizdagi munosabat, bog'lanti, ulunish qancha ko'p, qancha yaxshi bo'lsa, bir narsa o'tadi bizga. Esingda bo'lsin, dunyoning bir qonuniyati var bizda. Bir narsadan bir narsa ulansa, cho'qim bir tarafdan bir tarafga bir narsa o'tadi. İki iqin bog'lansa, qaysi iqin ko'p bo'lsa, u iqin ma iqinga o'tadi. Valillahil masalul a'la. Biz bir misal şekilde zihnimizga masalani texim yaqinlashtirish uchun da'vatimiz. Tabii ki Allah subhanahu va taolo bilan biz ulashgan, bağlanğan vaqtimizda, munosabatimiz yaxshilangan vaqtida Allah subhanahu va taolodagi şu asma sıfatlar, şu kamaliyatlar bizde tabiiy o'zining ta'sirini ko'rsatadi, bizda ifodalanadi.
Asli ishning başı manda boshlanadi. Biz yo'lning başida osmon zamin haqida tafakkur qilamiz. Alloh subhanahu va taolaning kuch qudrati, barcha asmo sifatlari haqida tafakkur qilamiz. Va oxirida bizning boradigan natijamiz bu osmon zaminni yaratgan bir zot, bor buyuk zotdan birisi, hikmat bilan ish qiladigan bir iloh, bandalarga rahim qilguvchi, shafaqat qilguvchi, bandalarning qilgan o'tkazgan jinoyatligiga qarata aldiraplam, nah jazolamay bandaga muhlat berguchi dal halim sifati shu. Mushu nuqtalarni tushungan vaqtimizda, shu natijaga borgan vaqtimizda biz shu axloqlarni o'zimizda yetiltirish, shu sifatlarning ta'sirini o'zimizda ko'rish uchun Alloh subhanahu va taologa yiqilish to'g'ri keladi. Yiqilishning yo'li yaxshi amallarni qilish orqali yiqilishimiz, Allohga yuzlanamiz. Allohga yuzlangan vaqtimizda bizda Allohning shu asmo sifatlarining, shu sifatlarning ta'siri bizga o'tadi. Mushu sifatlarning ichidagi bugungi darsdagi temamiz, bugungi suhbatdagi temamiz dal al-hilm. Yani bayatdan ikki xil shaklda tarjima qildim. Birisi muloyimlik, yana birisi salmoqlik. Masalalarga intayin salmoq muomala qilish, aldirmaslik. Endi manda bir ish var insonda. Salmoqlik, muloyimlik deydigan bir tabiat bo'ladi insonda. Salmoq bo'lish, muloyim bo'lish deydigan bir ish bo'ladi. Ikkisi ikki narsa. Avval salmoq bo'lish, muloyim bo'lishdan boshlanadi. Andigan salmoq, muloyim degan tabiat insonda tabiatga aylanib, inson axloqiy shaklda o'tirg'i chiqadi. Ya'ni masalan, bir inson qattiq ochiqlanadi, yerilib ketaylar deb qoladi-da, o'zini tutib oladi. Yani o'zining aqli bilan o'zini besib oladi. Mush besib olganlik salmoq bo'lish, muloyim bo'lish, mao salmoq bo'lish, muloyim bo'lish. Endi inson mush dastlab mush yerdan boshlaydi ishni, o'zini besib olib, o'zini tutib olib, bir ishda tutib oldi, ikki ishda tutib oldi. Asta köndi. Dastlabda zo'r keladi. O'zining ochchig'ini basmoq zo'r keladi dastlabda. Köndi buningga inson yukseldi. Ndeymiz endi nazari ustunlashdi insonning. Puchak ishlarga ochiqlanmaydigan, puchak ishlar uning nazarida cho'ng bir o'rin egallamaydigan holatga o'tdi. Eng oxirida yuksilib eng yuqori darajaga, ya'ni kamal darajasiga yetgan vaqtda inson muloyimlik, salmoqlik buning tabiatiga aylanadi. Shu vaqtida inson anda zo'lab, o'zini zo'lab tutib oladigan ishlar bo'lmaydi. Nayt rahat. Har ish uningga nisbatan rahat bo'ladi vaqtida. Bu boshqalarningki uningga qarata azor berishlari yoki ig'vogarchiligi masalan. Ig'vogarchiligi. Boshqalarning uning zo'la ochchig'ini keltirib buningga cheqilishlari buningga nisbatan oddiy ish bo'lib hisoblanadigan. O ishlarga nisbatan ochiqlanmaydigan bir holat shakllanadi. Esingda bo'lsin, bu dastlabda salmoq bo'lish, muloyim bo'lishdir. Ya'ni inson o'zini zo'lab, aqlini hissiyotining ustida qo'yib, o'zining hissiyotini kontrol qilib, ochqini kontrol qilib olgan qadamdan boshlanadi. Dastlabda mayatdan boshlanadi-da. Şuna İmam Tebrani Ebu Darda radıyallahu anhu'dan rivayet qilgan bir hadisda Rasulullah ishlarning tartibini ko'rsatib bizga innamal ilmu bit-ta'allum va innamal hilmu bit-tahallum va innamal karamu bit-takarrum. Bilim bir-birlab o'rganishdan bo'ladi. Bu hadisning mazmuni, ha? Muloyimlik, salmoqlik bir-birlab salmoq bo'lishdan, har ishga o'zini zo'lab besib aqlini hissiyotni ustida qo'yib salmoq bo'lishdan bo'ladi. Saxiylik, men saxiylik qilayya deb o'zini zo'lab, shu bir saxiylik qilib, ikki saxiylik qilib, ondan keyin bo'ladi. An tabiatga aylanadi. An yuksak bir axloqliq, islom axloqining yuqori tarafidagi bir insonga aylanadi, bir mu'minga aylanadi. Demak, dastlabda inson mukammallikning tunji qadamini zo'r oladi. O'zini zo'rlab oladi.
qiyin keladi uningga nisbatan. Bu xil qadam orqali, bu xil zo'rlanish orqali Alloh subhanahu va taoloni rozi qildim deydigan bir tuyg'u insonda shu vaqtda paydo bo'ladi. Mush shaklda to'g'ri ravishda yuzlansa inson bu ishlarga Alloh subhanahu va taologa mush yerdan bu xil mukammal kamoliyat sifati insonda tabiatga aylanadi. Hech jafo olmaydi u vaqtda. O'ziga nisbatan yuk yoki bir vazifa sifatida ko'rmaydi. O tabiatiga dinning talabi bu. İnsonni yuksaltirish, ya'ni eng yuqori o'ringa chiqish. İnsonning bu biz bugun so'zlayotgan muloyimlik, salmoqliq bir tabiatni o'ziga yuk sifatida, vazifa sifatida qarab muomala qilishi bilan o'zining tabiatiga aylanishini o'tirdi farq cho'ng. Farq cho'ng. Tabiatiga aylangan vaqtda insondagi tug'mi ba'zi mijozga o'xshash inson tabiiy xuddi biliq suvda mangandeklam insonning ish harakatida aks etadi. Ammo uni bir vazifa yuk dastlab qadamlar dedik-ku boya. Shu shaklda bir o'ziga yuk sifatida, bir vazifa sifatida men mashla qilsam bo'ldi, o'zimni besib olayya. Masalan, bugungi tema shu. Mana shaklda olgan vaqtida bu bir sal zo'r keladi, ammo inson uningga odatlanishga majbur. Hatto o'zining tabiatiga aylanganga qadar. Şunlaşqa isil axloq yani axloq biz so'zlayotgan islom axloqlari dastlabda bir mahal jafo bo'ladi, zo'r bo'ladi, ammo nihoyatda mush axloqlarning hammasi zo'rlab qiladigan, o'zini besib turib qiladigan yerdan insonning tabiatiga aylanadi. Mana bu biz bayotdan so'zlayotgan inson Allohdan oladigan kamoliyat sifatlarining bir ifodasi. Ama bir yerde bir gapni deyip qo'yish to'g'ri keladi. İnson Alloh subhanahu va taoladan shu kamolat sifatlarini olalaydi. Allah bunu buyurgan. Qur'oni Karimda Sura Araf'ta 180-oyatida Allah subhanahu va taolo nim deydi: "Valillahil asmaul husna." Allah subhanahu va taolaning go'zal asmo sifatlari bor. Fad'uhu biha. Sizlar Allohga shu sifatlar bilan yuzlan da'vatidi. Odat arab tilida biha degan ba shu sifatlarni qo'llanib isti'ana deb qo'yamiz. Shu sifatlardan foydalanib degandek bo'ladi. Ya'ni inson Alloh shu bizga bayon qilgan kamoliyat sifatlarini o'zlashtirishga majbur, Allohga yaqinlashish uchun. Allohdan elishga majbur. Yana takror darsimizning suhbatimizning şu araga qaytsak, biz bayatdan o'qigan hadis ma min shay'in ahabbu ila Allah min al-hilm. Allah subhanahu va taolaga muloyimlikdanmi, salmoqlikdanmi suyimlik shu. Allah subhanahu va taolaga biz yuzlanimiz deydiganmiz, Allah halim. Biz mo halimlik bilan yuzlanishimiz kerak. Allah halim ya. Bizde shu sifatda bilishi kerak. Halimlikning bir ifodasi qarindoshlar, inson ba'zi vaqtlarda boshqalar tarafidan yo'lsizlikka uchraydi. Ya'ni ig'vogarchilik uchraydi yani. Ig'vogarchilik deganimizda biz qanaqadir uning bir g'ayvat qismi yoki boshqalarning keyingi gapsiz u bir kichik doira. Uningdan bu cho'ng insonga yo'lsizlik qiladigan har xil ishlarga uchraydi inson. Achchiqlanadi. Ba'zi portlab ketadigan vaqtlarmi bo'ladi endi. Chunki boshqalarning qilgan bu ig'vogarchiligi, bu yo'lsizligi buning mashta qilishiga majburlaydi. Dal halim insonda, muloyim, salmoq insonda mashta vaqt ko'riladigan ifoda nima desa, dal ochiqlangan, boshqalar yo'lsizlik qilayotgan vaqtda qaror chiqarmaslik deb ifodalanadi. Halim inson qarorni kechiktiradi. Aqallisi necha soat yoki bir kun kechiktiradi. Chunki u halim inson shuni biladiki, ochiqlangan, ashta boshqalar qattiq yo'lsizlik qilib, portlab ketgan achchig'idan manda vaqti chiqargan qarorning pushaymini cho'qim buni azoblaydiganligini biladi. Bunda xato qarorningki vabolini o'zi tortadiganligini biladi. Shuningga
qarar, şu vaqtda har qanday bir hukm chiqarishga bo'lmaydi. Bu halim odamningki, muloyim odamningki, salmoq odamning bir ifodasi. Keyingi kunga kechiktirganda yoki bir necha vaqtga kechiktirgan vaqtda uning u achchig'i shu vaqtdagi shu g'azbi past qo'yga tushadi. Nervisi joyida ishlaydi, nurg'un masalalarni asliga qaytara oladi, balkim hal qilinishi mumkin masalalar. Buna ahvollar bizning jamiyatimizdagi nurg'un kichik oilaviy ayol o'rtidagi chiqqan masalalardan tortib, cho'ng ijtimoiy masalan, ummat, millat bo'linadigan, masalan, bo'linishga sabab bo'ladigan, ummat, millatning manfaati zararga uchraydigan qarorlargacha hammasida mushu ahvollar ko'rilyotdi masalan. Chiqayotgan kichik oilaviy masalalardan tortib, cho'ngish bayatni deganimdek ijtimoiy masalalargacha hammasining asosiy sababi, asosiy manbasi dal oldirab qaror chiqarish. Ochiqlangan paytlarida, boshqalarning yo'lsizlikka uchragan paytlarida yoki men haqliq, boshqalar haqsizlik qilyotdi, zulmga uchirdim deb g'azablangan paytlarida chiqilgan qaror cho'ng masalalarni keltirib chiqaryotdi. Endi biz Allah subhanahu wa ta'alaning halim sifatini inson buni oladi, chunki Allohga yuzlanish uchun Allah halim bo'lg'achqa bandama halim bo'lish kerak. Allohning halim ekanligini hammadan ko'rib turyapmiz. Allah o'zining bandasini jazolashga oldirmaydi. Shuncha jinoyatlar bo'lyapti, tuzkorliklar bo'lyapti, noshukirliklar bo'lyapti. Allah buni jazolamayapti deb yuqoridagi mazmunni davom qilyapmiz. Endi yana bir qadam ilgarilayli, payg'ambar alayhisolamga kelayli. Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki muloyimligi, Rasulullah'ningki salmoqligi, Rasulullah hayotida uchragan nurg'un voqealiklarda aks etadi. Biz buni tepilishimiz tas emas. Rasulullahning tarixi bayon qilingan hadislarda ba'zi bir voqealiklarda aynan ko'rilib turadi masalan. Rasulullah masjidda sahobalar bilan o'tirgan vaqtda saroliq, hamda arablarning saroliqlari insonlar bilan birga yashamagan bo'lg'achqa ko'p hollarda qanday muomala qilish, adabning qanday bo'lganligini bilmaydi masalan. Kliplam, Muhammad degan Qosim, Muhammad degan kim o? Ko'z po'sh berib lekanda yaqisdan tatiblan. Men qaraslar hojam deganda kelib biz so'z ustimiz ya. Mana qo'pollarcha masalan. Kaplam, menga bir narsa bilmamli Xudoyim bergan nasldan. Unda bir degan yerlar bor Rasulullohga. Payg'ambar alayhisalom shu izzat obro'yi, shu sharafi bilan yoki shu vaqtdagi atrofidagi kishilarning hurmati bilan masalan bizda ashta bo'lyapti bu gapni deyishimda. Qilchilik uning norozilik bildirish u yoqda tutsin kulimsirab Allohning amalidan buni biringlar deb chiroyli masalani hal qilgan ahvollari bor. Tugusini masjidga cho'ktirib qo'yib, Rasulullohdan gapni so'rab bo'lib, masjidning bir tarafiga kichik tahorat qilgan bir sahobaning voqealigi bor. Normalda sahobalar uningga hujum qilib, "Voy" degan vaqtda Rasululloh to'xtanglar. Qildig'ini qilib olsin, chunki o'qimaydi u. U sarada odam yo'q yerda yashab, qo'y vaqib, kala vaqib, tugi vaqib kunab qolgan inson. Sara degan odam bo'lmagandan keyin shu tahorat nada qilsa, 2 metr yo'tkiliblar, yo'lning o tarafiga chiqiriblar. Arablarning uzun ko'ngilni ko'ra bilasizlar. Ko'tiriblar, kichik tahoratni ada kunab qolgan yeri bor. O shaharning adabi kishilar bilan muomalaning adab axloqi o'tag'an joyining bo'lib masjid o adab axloqi kallasida yo'q uning. Bu ahvollarning hammani nazarda tutib Rasululloh qo'yganlar. Su akirib to'kib pokizlatinglar, ish tugusin. Deb bo'lib uning nasihat qildi masalan. Rasulullohning bu qadar kamtirligini ko'rib olamiz. Undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallamning Toifdagi tutgan pozitsiyasi uchirgan muomala masalan. Ularning hammasini biz payg'ambar alayhisolamdan ko'ra olamiz. Alloh subhanahu va taolaning halim sifatidan ham ko'ra olamiz. Bilamiz, Rasululloh Allohga eng yaqin zot. İnsanlar ichidagi Allohga eng yaqin zot payg'ambar alayhisolatu vasallam. Demak, Rasululloh o'zining halimligini Allohning halim sifatidan naqadar qanchalik darajada oldi, buni ko'rib olsak bo'ladi. Toifdagi uchirgan muomalalar Rasulullohning tutgan pozitsiyasining gapi chiqib qoldi. İnsanning bir vazifasi bo'ladi dunyoda har qanday insonning. Bir jamiyatning vazifasi bo'ladi. Bu vazifani rasmiy ijro qilaman deb mangan vaqtida jamiyat boshqa bir jamiyatga o'zgaradi.
inson boshqa bir insonga o'zgaradi. Rasululloh shu qadar o'zining vazifasini tunug'anki 80 kilometr yo'l bugungi kunda musofada besib piyoda Toifga o'zining vazifasini ado qilish uchun bordi. Ularni qorong'ulikdan yo'riqlikka chiqarish uchun bordi. Allohning yo'liga boshlab mehr shafqat ko'rsatish uchun bordi. Eng cho'ng ne'matga bularni boshlash uchun bordi. Shunchalik yaxshi niyat, buyuk vazifa bilan turib, Toif ahli Rasulullohni kazzob dedi, inkor qildi yani. Masxir qildi. Buni bilan bo'ldi qilib qolmay, kichik bolalarini kushkurtdi. Rasulullohga tosh yog'di masalan. Shu vaqtda farishta keldi Rasulullohning qishig'iga. Robbim buyurdiki, men sizning irodang ostida. Agar xohlasang, amma odamning hammasini bostirib o'tay. Demak, Rasululloh shunchalik aziyatga uchurdi va shunchalik intiqom olish imkoniyati bor. Shu vaqtda halamimiz ketdi. Ammo Rasululloh nima dedi? Yo'q. Allohumma g'fir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alayhi hadis. Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qilingan. Bular bilmay Rasulullohning bu qadar salmoqligi, kam muloyimligi hamma tarixini ko'rinib turdi. Rasululloh dediki shu vaqtida, "Ya Alloh, qavmimni kechirsizlar, bular bilmaydi." Bu ajoyib bir muloyimlik, ajoyib bir salmoqlikda bu Rasulullah'daki. Rasulullah'ning shu vaqtda ko'zligini nima? Balkim bular meni inkor qildi, bular Allohni inkor qildi, bular menga aziyat berdi. Balkim bularning avlodidan tavhid ahli chiqib qolishi mumkin. Mana bu payg'ambarlik Rasululloh'daki. Bu Rasulullah'daki ilmlik. Rasululloh büyük maqam egisi, büyük sharaf egisi, osmon zaminning egisining rasuli o. Payg'ambarlarning oxirgisi, kishilarning unda ig'vogarchilik qilishi, Rasulullohga yo'lsizlik qilishi, Rasulullohga chaqilishi aslo va aslo loyiq emas. Rasululloh bek büyük uningdan. Rasululloh cho'ng o'shildan. Bu Rasulullohning so'zi bizga nisbatan hadis. So'zi bizga nisbatan sunnat. Qilgan ishlarining o'zi bizga nisbatan sunnat. Bir ishlarni bo'pti, bo'lmabdi desa shuning o'zi bir sunnat. Rasulullohda topilgan sifatlarning o'zi bir sunnat. Mushunchalar maqom egisi bo'lgan payg'ambarning muloyimligi, salmoqligi bu. Ishlarga ko'rsatgan tepkisi, inkosi bu. Mana bu Rasulullohning Allohning halim sifatidan o'zida o'zlashtirilgan Rasulullohning halimligi, Rasulullahninki muloyimligi. Bu bugun biz o'tirg'i chiqarmoqchi bo'lgan islom axloqlaridan birisi bu. Muloyimlik. Hamda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu axloqini Rasulullah'daki o'zimizning tatbiqlash masalasi bizning bundan keyingi nijotlik va halak oluş meselesimizge sebep amil olduğun işlerinin birisi. Allah Kur'an-ı Kerim'de Sure Enfal'ın 33. ayetinde وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ dedi ki sen müminler içinde boğan müddette müminlerin Allah herkes azaplamaydı dedi. Meyde? Ma ayette azaplamaydı diyen mana için kullanılan ifade normal azaplamaydı manası emas. Qat'i ve keskin asla azaplamaydı degan bir ifade var. Ma kana Allahu li yu'azzibahum. Ma kana Arapça o'qiganlar biladi buni. La yu'azzibuhumullah emas. Ma kana Allahu li yu'azzibahum. Asla azaplamaydı. Ama şart nima? Rasulullah bizning aramızda bo'lish. Rasulullahning hayotida o'zining tini, jismi va o'zining axloq bilan aramızda bo'lsa, Rasululloh dunyodan ketgandan keyin Rasulullahni qanday aramızga akilimiz? Rasulullahning axloqi bilan aramızda topamiz. Biz Rasulullahning axloqini aramızga qaytirib akilishimiz kerak. Shu vaqtida Rasululloh bizning aramızda bo'lsa, maqsadim tushunishlik bo'ldi-ku, Rasululloh dunyodan ketdi, ammo Rasulullahni aramızda tutib qolishning birdan bir yo'li Rasulullahning yo'lini tutish. Rasulullah'ın ahlaklarını aramızda yaşatış.
Resulullah'ın ahlakının namunisi buluş biz. Eğer müminler muşu ahvalını saklayalısa, Resulullah'ın ahlakını öz içinde yaşatalısa, ular erişidiği netice "Ma kanallahu liyuazzibahum." Allah'ın azabından emin olunuz. Allah bizni azaplamaydı. İnallaha yudafi'u anillezine amenu. Surah Hac'ın 38. ayeti. Hem de Allah müminlerini çok müdafaa kıldı dedi. Ma ayette Resulullah aranıldı bolsalam Allah seni azaplamaydı dedi. Bu kadar vaadiler ölen. Allah'ıma dedim o ben Allah'ı takip ettim. Allah normal ifade işletmede kullanıldı ma ayette. Takip ifadesi kullanıldı. Keskin azaplamaydı. Kat'i diye ifadesi var. Ama biz bugün azaplanıvattığımız dünya Müslümanları. Müminler horlanıvattığımız bugün günde bu dünya Müslümanları. Bizge musibetler kelavatıdı, meşakil, müşkiller kelavatıdı. Biz kayıtın bir karab çıkışta horkuludu. Aramızda Resulullah var mı? Yok mu? Yok deyip koygan bolsak, aramızda Resulullah'ını aramızga qaytırıp äkelişimiz gerek. Aramızda yaşatışımız gerek. Ma kanallahu liyuazzibahum. Bizge şu aman tatbiqlanadı şu vaqtda. Biz dünyanın aziz kişilerine aylanamiz, xarlıqdan şu vaqtda qutulamiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ki bu mulayimlik, bu salmaqlıq əməliyyatda rahmet mulayimliqi, afu mulayimliqi. Bir misal alsak mı? Addi misaldan birini. Dada özün balısına qopanlıq qıla alışı mümkün. Qattiqlik qıla alışı mümkün. Ama dadanın qalbidagi balısına qoğan bir mehr, muhabbet, bir kuyunish dadani balısına qattiqlik qilishga yo'l qo'ymaydi. Balısına urg'uli yo'l qo'ymaydi. Bu bir rahmat. Mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan qalbidagi rahmat. Rahmat olmasaydı Resulullah'da hilm bo'lmas edi. Resulullah undan mulayim demek, Resulullah'ın mulayimliği, qalbidagi rahmatning ta'siri. Bu rahmatni yani şu Allah subhanahu wa ta'ala'nın Ar-Rahman degan büyük ismidan algan Resulullah. Allah'ın maqsadi bu bizga. Qo'yatgan talabi bu. Allah'ın şu asma sifatlaridan o'zinglarga bir narsa elinglar deyapti. Allah ashta Allah, Halim, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Sami. Sizlarni şu sifatlar bilan kelishinglar kerak. İnsonga loyiq shakldagi şu sifatlarni o'zinglarga mujassamlab kelsanglar, Alloh bilan shu vaqtda bo'lisha olasizlar. Bunun ehmiyeti oludu, bunun paydası oludu. Biz bu hakkında Resulullah'ın hayatı yüz bergen misallardan yeni birini görürüz. Bir adam Resulullah'ın karşısına gelip dedi ki, ya Resulallah, bana bir gapni disle, az disle mesela, az gap olsun, ben bunu yadlı olay, bana yesin degendek şekilde bir sual soğan vaxtıdır Resulullah onun dedi, la taqdim. Açıklanma dedi. O adam tekrar gapini tekrarlar. Mesela her qatam deydi, la taqdim dedi. Açıklanma davatıdı. Şu adam bütün hayatıga münasebetlik soğan bir sualga Resulullah açıklanma davatıdı. İmam Ahmed İbrani bu hadisni özünün kitaplarında hatırlık hadis. Onun için İmam Bukhari Ebu Hureyre'den keltirgan bir hadisde Peygamber aleyhisselam'dan deydi. Bir adamın ki no'chiligi, qahramonligi, boturligi birovni urib yiqitolish bu emas, bu ifoda bu emas. Muhimi ochiqlangan vaqt, ochiq kelgan vaqt o'zini tutib ola olsa, bu adam no'chi. Hali bizning bir maqol tamsillarimiz var, balkim büyüklerimiz bu hadisning ruhiga asosan degan bo'lishi mumkin. Yolvasını yengen batur emas, özünü yengen nima batur meselesi. Bir şey kelgan vaqtida hadiste la tag'dab deb bir ibora var. Bunu bazı qarindoshlarimiz g'azab qilma deb tarjima qiladi. Ama bir ikki ish var, men bir alohida farqlantiray. Ochiq kelish bilan ochiqlanishning farqi var. Deyish mumkin ba'zilar bu ochiqlanmay qana tug'ildi deb. To'g'ri, inson ochiqlikni o'zining ixtiyori emas. Buni o'g'duna olmaydi. Ama şu açıklanması buludu şu. Açıkı kese bulavurdu. O insandan Allah yaratkan bir tabiiydi. Birov bana eskilik kılıdı, yolsuzluk kılıdı, bir işini epleştiremeydi. Ben açıkım kelişim mümkün. O mesele emas.
Ammo bizdan talab qilinayotgan islom axloqi nima desa, shu kelgan achchiqning keyniga kirib lanmaslik. Ya'ni achchiqlanmaslik kerak. Shu achchiq kelish bilan achchiqlanishning farqi bor. Bizning cheklanayotgan ish, biz bugun o'tirib yotgan tema del achchiqlanmaslik. Ya'ni muloyimlik, salmoqlik degani ishlarga sovuqqonlik bilan muomala qilish. İttiklab achchiqlanmaslik bu. Adeta normalda bir işlaganda achchiqlanish, aldırab, muloyimlikni yo'qotish, salmoqlikni yo'qotish asli nereden chiqqansa insonning nazar doirasininki kengri yoki torligiga munosabatli bir ish. İnsanның nazar dairesi kengri olsa kishininki, onun da qarashlari bir ishlarga nisbatan yuqori saviyada olsa, yuz berayotgan ishlar unga nisbatan cho'ng ish hisoblanmaydi. Bu ishlar ta'sir qilmaydi, ochiqlanish bo'lmaydi bu yerda. Ammo inson puchaklashgan siri, nazar doirasidagi ta, idisdagi puchak masalalarga qarashlari olsa, yani ijobiy shaklda emas, tar doira bo'lib qolsa, oddiy narsalar uning ko'zida büyüdü. Puchak ishlar uchun, puchak bir ziyonlar uchun ochiqlanish shu vaqt, chunki uning nazarida yomon buyuk ish o, yomon cho'ng ish o. Şu mesele, bu yerdeki açıklanış, mulayimlik, bugünkü İslam ahlakı insanın nazar dairesiga münasebetlik mesele. İnsan bazıda yıllap, 20 yıllap, 25, 30 yıllap terişip, işlep, yoki o'qib degandey o'zining ismining oldiga yoki keyiniga ma'lum unvon yoki ma'lum bir atoqlarni qo'yish uchun yoki shu ishlash o'qish orqali ismi uzraydi yoki ma'lum bir ammo bu yerda bir muhim masala bor. Mu'min degan bir so'z masalasi. Mu'min degan vaqtimizda bu bir ilmiy saviyani ko'rsatadi. Bu bir ilmiy saviya mu'min degan. Allah nadana do'st tutmaydi saldı bo'lsin. Mu'min ilmli bo'lish kerak. Mu'min degan so'z bir axloqiy saviya. Allah hergiz ahlaksızlığı dost yaxşı görmeydi. Mu'min degan bir güzellik seviye. Demek mu'min degan vaqtimizda mu'minda ilmiy jihatdagi yukseklik, mu'min adam bo'lmaydi sanıldı bo'lsin. Axloqiy jihatdagi yukseklik ve güzellik jihatdagi yukseklik shakllangan, mujassamlangan bo'lsa, am mu'min bo'ladi inson. Bunda mu'minning darajasi buyuk bo'ladi. Odatda biz bunda qaraymiz, jamiyatda ba'zi nutqlar qarasak, ba'zi o'rni cho'ng, masalan, davlat rahbarlari o bo'la o'zining xitobida biz degan so'zni ishlatadi. Bu nima desa, o'zining cho'ng o'rnini ko'rsatish. Meni bir odam biz deb ishlatadi. Yani demek ki oğlum mu'min şu kadar ahlak, ilmi, güzellik cihetde o'rniga ega olsa, mu'min aşta biz deyishgetdagi ishlik derecede Allah'ın nazarida aşta cho'ng o'rniga ega bo'ladi. Bundan büyüklükke, ali makamga erişip bo'lgan, nazar dairesi yiroqni ko'rgan, masalan, ishlarga cho'ng ko'zlan qaraydigan, bunda mu'minga bir nadan odamning qilgan olti tok ishlari onu açıklatmaydı. Onu o öz dairesini tushunmaydi pastga. Boshqalarninki ig'vogarchiligi, yo'lsizligining ustunda o. Chunki u odamning muloyimligi kuchli bir iroda amaliyotda. Yangi bir qarash o. Qalbdagi mehr, muhabbat, shafqat, mehr, rahmat o. Buning hammasi shakllanib bu odamda hilm, ya'ni muloyimlik bo'lgan. Bu muloyimliklar yuz berayotgan ishlarga nisbatan u odamni u yuksaklikdan pastga tushmaydi. Çünkü adli işler o. Ama insan aşınonga açıklandı mı, mulayimlikini yo'qotdi mı, insanın o yüksek makamıdan biz go'manlanishga haqliq. Go'manlanishga haqliq qilamiz. Amaliyotda jamiyatimizda masalan, bugungi kunda mush ijtimoiy aloqa torlarida yuz berayotgan insonlar bir-biriga til selish, haqoratlash, bir kichik, bir ikki yozma deganimda uchuq, iniqday ikki inkostiki birisiga qaratilgan bir og'iz gap bilan o bir jang maydoniga aylanib ketadigan maholat bizning ijtimoiyatimizdagi favqulodda bir musibatning signali. Kishilarimizning axloqidagi og'ir musibatning signali. Bu holatga xotim berilmasa bo'lmaydi. Aslo va aslo. İnsonda bo'lsin. İnsanning ismi o sosyal medyalarda oshkor bo'lsin, oshkor bo'lmasin. Shu yerda yozilgan har bir noto'g'ri ifodalar
şu insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasini ko'rsatadi. Har bir noto'g'ri yozmani qanday shaklda yozgan odam bo'lsin, Alloh bilan bo'lgan aloqasini o'zining yozmasi qarab turib o'lchab baqsa bo'ladi. Shu inson diqqat qilish kerak bu nuqtada. Endi gapning poskalasiga keldik. Alloh subhanahu va taolaning halim sifati haqida so'zlab o'tdik. Rasulullohning halimligi, muloyimligi haqida so'zlab o'tdik. Endi biz o'zimizni qilaylik. Hozir deganimdek bizning jamiyatimizda shu muloyimlik, salmoqliq ishlarga cho'ng ko'zlan qarash yo'qolib ketib boradi. Kishilar to'la ochiq qilinyotdi, masalan, tizlar. Boshqalarga yo'lsizlik qilyotdi, ig'vogarchilik qilyotdi. Bu masala hal qilinish kerak bu masala. Buning yo'li intayin aniq. Allohning asmo sifatlarini o'zimiz o'zlashtirish. Chunki biz Allohning bandasi, Alloh bilan aloqamiz yaxshilan bo'lsin desak. Xato tushunmanglar qarindoshlar. Bizning kunda o'qiyotgan 5 namozimiz bor. 5 namoz bir ma'nisiz, tushunchasiz bir yuk jafo emas u. Kiriblam taqo sakrab, qopib o'tirib qilib qo'ydigan bir harakat emas u. Agar anda bo'lib qolsa, o namoz olmay qoladi. O namoz har kuni sen Alloh subhanahu va taolaning uchrashadigan, o'ttirni bog'laydigan, o'laydigan bir mezgil u. Alloh subhanahu va taolo namozni nima deb tasvirlaydi Qur'onda? Va aqimis solata li zikri. Bandaning Allohga o'zining qulchiligini ko'rsatib, qishig'i boradigan vaqt, Allohga bog'lanadigan vaqt, o'linadigan vaqt deb ifodalayotdi Qur'onda. Endi biz agar Alloh degan bo'yicha shu shaklda o'qisak namozni, ya'ni biz qalbimizni Allohga bog'langanimizda, u munosabat ulanganida, masalan, nima ish bo'ladi? Fazkuruni azkurukum surah Baqara 152-oyat. Biz Allohga shu shaklda namoz o'qib, shu shaklda o'zimizni bog'lay olganimizda, Alloh bizga bog'lanadi. Azkurukum. Allohning bizga bog'langani nima desa, bizga go'zal axloq beradi. Salmoqlik beradi, tinchlik beradi, xotirjam beradi, aql idrok beradi, kuch-quvvat beradi, kelgusiga yaxshi qarash beradi, qanoat beradi. Bu hammasi namozning natijasi bu qarindoshlar. Dunyodagi insonlar hammani akab qo'yib tizib qarasanglar, insonlarningki shakli, jismi, tarkib topgan moddasi o'xshash. Ammo insonlar bir-biridan farqlanadi. Go'zal insonlar va ya'ni yuksak darajaga ega insonlar va nazar ustun insonlar va yiroqqa qaray oladigan insonlar va aql idrokli va uning aksi insonlar va nima ish qilishda bo'ladi? U odamning menda bo'g'isi bormi yo'qmi? Tabiiy bor. Ammo nima ish qilib bo'lmadi? Alloh ularga berdi, bularga berdi. Buning hammasi bandaning Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan munosabatining qanday bo'lishiga munosabatli. Shunga bog'liq masala. Shuningcha namoz bizning hayotimizda islom axloqimizni tushuntirishda eng zo'r roli bo'lgan bir ibodat bu hayotimizda. Qanaqdir o'ltirib qo'padigan bir harakat emas u. Agar o'sha darajada bizga ta'sir ko'rsatilsa, bu maqbul. Agar unda olmay qolsa, u maqbul bo'lmaydi. Shu munosabat bilan oxirisida, suhbatimizning oxirisida alohida askarlik qo'yishga tegishli bir tarafi bor. Ba'zi qarindoshlarimiz bor. Oddiy kichik ishlarga ochiqlanib, nurg'un masalani keltirib chiqardi. Undan keyin men mijozim ashta olib qopti. Men degan ashta bir ochiq yomon odam. Mening ashta bir mijozim bor deydigan bir sapma-sapan gaplar bilan, puchak gaplar bilan o'zini oqlaydi. Ba'zi boshqalar tahdid soladi. Mening mijozim eski, menga unda qilma, bunda qilma degandek. Biz bu kishilarga beradigan javobimiz Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir hadisi. İmam Buxoriy rahimahullah Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan. Inna sharran nasi indallohi manzilatan yawmal qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a sharri. Eng yomon odam qiyomat kuni Allohning nazarida eng yomon odam kishilar uning yomonligidan qo'rqib tashlab ketgan odam.
Bunun yamanlıq kelidi deb yiroqlashgan odam eng yomon odam deydi. Biz bunday qarindoshlarımızga bu hadisni sovg'a qilamiz. Qarindoshlarımızga qayta shuni eslatamiz-ki, biz bu nuqtaga anda oddiy kelmadik. Asman zaminning yaratuvchisi haqida o'ylandik. İzlendik. Neticede bir ilah varlığını tapdık. İlah, büyük bir ilah neticesiga erişdik. Bu ilahning bizni parvarish qilgan, bizga sexiylik, karamlik, rahim, shafqatlik, ishlarimizni o'rinlashtirgan halimlik, nurg'un sifatlarini topdik. Endi shu topgan shu iloh bilan munosabatimiz yaxshilash uchun bizda şu asma sifatlarning ruhi, şu güzel axloqlarning ruhi bizda shakllanishi kerak. Yana oxirida shuni deymizki, bu xil axloq dastlabda zo'lab, qadam-qadam gash tabiating do'misimi, san sal eg'ir kasimi, bir qadamdan qilish orqali ondan keyin bizning tabiatimizga qana qiladi, aylanadi. Biz bunday go'zal axloqlarning amaliy o'rlikini, amaliy ifodasini cho'ng mu'minlarda, masalan, büyük mu'minlar, ilgirki payg'ambarlarda, büyük mu'minlarda, siddiqlarda, sahoba-ikramlarda hammani biz ko'raklik va oxirida eskartib qo'yilgan muhim bir nuqta, bu bir axloq bizning tabiatimizga aylanib, bu orqali Alloh bilan bo'lgan munosabatimizni alohida yaxshilash uchun bo'lsin-ki, bu bir bizning shaklimizga aylanib, buning orqali biz tijorat qilmaylik, ya'ni satmaylik hisobda. Bir menfaat veriş için özümüz qattiq axloqli shaklga kirib olish, halim shaklga kirib olish, masalan, teshimizda nihoyatda go'zal, salmoq, sakin, ichimizda o't qaynaydigan bunday shaklda bo'lish bu mu'minning ahvoli emas. Buni alohida eskartib qo'yay. Mu'min shu axloqlar bilan axloqlangan vaqtida u axloqlar mu'minning ichki va tashqi sifatlari bo'ladi. Mu'minningki tashqi ko'rinishida qanday ish yuz berishidan qat'iy nazar kulimsirgan, sabr qilgan, muloyimlik qilgan bir holat va ichki dunyosida mukammallik va shu vaqtning o'zida Allohning kamoliyat sifatlari u mu'minda tajalli qilgan bo'ladi. Shuningdek qarindoshlarimizga oxirida deydiganimiz buning yo'li, bu axloqlarni yetildirishning yo'li, tekrar davatimiz bu gapni har qatımlıq darslarimizda innamal halmu bittahallum, qadam-qadam dastlabda senda bo'lmasimi, zo'lab bir qadam, ikki qadam bo'lish orqali qoladi, oxirida sining tabiating galanadi. Alloh hammalarga go'zal axloqlar bilan axloqlanishni nasib qilsin. Suhbatimiz shu yerda oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.